O'g'il assalomu alaykum. Bundan bir necha kun oldin Microsoftda qidirish qidirish tizimi bor, Bing deyiladi. Agar xabaringlar bo'lmasa Bing deyiladi. Microsoft qidirish tizimi Google'ga o'xshagan. Ana shuni Copilot degan sun'iy intellekti bor. Ana shu yaqinda yangilandi, rasm va videolar chiqarishni boshladi. Mana shuni chiqarishni boshlaganda agar bekorga bo'lsa, nimaga ishlatmaslik kerak deb sinab ko'rdim. Ishlashi jarayoni menga yoqdi va shuni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman, ko'rsatmoqchiman. Ya'ni bu mutlaqo bepul. Qaranglar, buni ishlatish uchun Bing deb yozamiz bu yerga va mana shunga kiramiz. Mana qidiruvga kirganimizda mana chap tomonda tepada bizda Copilot turadi. Mana shunga bosamiz. Bosganimizda bizga oyna ochiladi. Xuddi ChatGPTga o'xshagan. Mana bu yerda savol bersak bo'ladi. O'zimiz akkauntimizdan kirsak bo'ladi. Ya'ni Google akkauntimizdan. Qaranglar, mana bu oynasi. Bu yerda biz bironta savolimiz bo'lsa, tezda javob olishimiz kerak bo'lsa beramiz. Agar bizga bironta tadqiqot kerak bo'lsa, odatda men qanday tadqiqot o'tkazaman? Tadqiqot emas, endi analiz. Analiz o'tkazaman. Misol uchun mana shuni yoqaman, ya'ni chuqurroq o'ylab javob ber. Ya'ni qiyinroq mavzular deb mana shunga o'tkazaman. Mana bu yerda tugmani bosib. Va bunga men asosan misol uchun hozir O'zbekistonda odamlar kim nimani ko'proq istayapti, nimaga ko'proq qiziqyapti, ya'ni keyingi mavzuda chiqarish uchun, mana bu Instagram sahifamga keyingi mavzuda bironta narsani yoritish uchun odatda odamlarning qiziqishini o'rganaman va shunga qarab yozaman. Xo'p, asosiy narsasi shu. Qolgan hamma yo'q GPTga o'xshab ishlaydi. Bir xil savol bersalar, o'zbek tilini zo'r ishlaydi. Endi nimalarni aytib qo'yadi, afzalliklarini. O'zbek tilini zo'r tarjima qiladi. Misol uchun ruschadan tashlasangiz o'zbek tiliga zo'r tarjima qiladi. O'zbek tilida umumiy zo'r gaplashadi. Yaxshi gaplashadi. Haligi qilmoq, yemoq deb nima deydi? So'zlarni aralashtirib olmaydi xullas. Maza qilib gaplashasizlar. Ona tilimizda maza qilib gaplashiladi. Biz mavzuga qaytadigan bo'lsak, qaranglar, bir kunda 10 ta 15 ta rasm chiqarsa bo'ladi bekorga. O'zi multfilmni chiqarish uchun, kadr chiqarish uchun taxminan 10 ta kadr bilan bitta normal multfilm chiqadi. Aytaylik 5 ta kadr alishganimizda masalan chiqaryapmiz. Bironta joyi noto'g'ri chiqib qolganda qaytadan chiqarganimizda ham 15 ta kadr bizga bitta multfilm yasash uchun bemalol yetadi. Ya'ni 5 tasini nimaga chiqarib olganimizda ham axlatga, ya'ni noto'g'ri chiqqan taqdirda ham 10 ta kadr chiqarib olamiz. Yoki aytaylik umuman noto'g'ri prompt berib qo'ydik va biz chiqara olmagan holatimizda 15 ta kuniga limiti bo'lsa, chiqarganimizdan keyin agar limitimiz tugab qolsa, multi akkaunt qilamiz, yana bu yerdan chiqib boshqa akkauntdan kiramiz va yana 15 ta chiqaramiz. Buni nimaga aynan Copilotni tanlab tadqiqot qilib, masalan, ko'pchilik aytish mumkin, Leonardo bor, u ham kuniga masalan 15 ta 20 ta chiqaradi deyish mumkin. To'g'ri, Leonardo ham chiqaradi, lekin bu yerdagi men sizlarga asosiy yetkazmoqchi bo'lgan narsa shundaki, bu bitta rasmni tashlasak, konsensensni zo'r ish ekan. Bitta rasmni tashlaymiz-ku, bitta rasm, misol uchun bitta bolani chiqardikmi, bizga multfilm davomida shu bola kerak, to'g'rimi? Ko'rinishi, biz kiyimini o'zgarmashi kerak, ya'ni boshidagi sochi o'zgarmasligi kerak, bo'yi, yoshi, xullas mana shu bir xilligini ushlab turish kerak. Mana shu bilan zo'r ishlaydi. Agar bilsanglar, mana shu narsa bilan GPT ham yaxshi ishlaydi. GPT ko'pchilik nimagadir multfilm yasash desam, mana o'zim dars o'taman ko'p, multfilm yasanglar desam, darrov mendan birinchi savol nima bo'ladi? Qaysi servislarni sotib olaylik, qaysi servislarni ishlataylik deydi. Misol uchun rasm chiqarish uchun. GPTni o'zi zo'r chiqaradi uni. GPTni o'zi bitta rasmni chiqargandan keyin endi bu GPTning afzallik tomoni, endi bu rasmni mana shu bolani o'ynayotganini qil, mana shu bolani uxlayotganini qil desangiz, o'zi avtomat holat mana shu bolani ko'rinishini eslab qolgan holda keyingi kadr chiqarib beradi. U qolgan servislar unaqa qilib chiqara olmaydi. Qolgan servislar misol uchun mana Midjourneyga bersanglar ham, Midjourneyga rasm bersanglar ham, Midjourneyga chiqarish uchun uni nima deydi, referensini berish kerak. Mana bu yerga, mana qaranglar, mana bu yerga xarakter referensini berish kerak. Mana shu bola bo'ladigan bo'lsa, mana shuni berish kerak. Va har safar prompt yozayotganda mana shu bolani ko'rsatish kerak. Bo'yini, kiyimini, ya'ni konsensensini ko'proq ushlash uchun ko'rsatish kerak unga. Ya'ni promptga yozish kerak. O'zbek bolasi shunaqa, o'zbek bolasi shunaqa deb har safar yozish kerak kiyimni.
mana shu narsani muammosini GPT hal qiladi. Shu просто GPTda chiqqan rasmlar sразу yaqqol bilinadi GPTda chiqqan. Ana shunisi bor. Misol uchun kimlar uchundir bu xijolatli holat. Masalan, men ko'p misol uchun chatga yozaman yoki bironta post yozsam, kimdir menga agarda masalan GPTda yozilgan ekan deydigan bo'lsa, bu men uchun normal holat. GPTda yozilgan bo'ladi. Men nera mutaxassisman, ya'ni men GPTda yozaman. Albatta, nimaga ishlatmasligim kerak? Misol uchun GPTda yozsanglar bunday uzun tira qilib qo'yadi-yu, uzun yozib qo'yadi. Sen GPTda ishlatibsan, GPTni ishlataman deyman. Lekin kimlar uchundir unaqa holat uyatli hisoblanar ekanda. Masalan, kimgadir shunaqa desangiz, u xijolat bo'lar ekan GPTdan foydalanib post yozgani uchun, GPTdan yozgan qo'ygani uchun. Misol uchun menga salom aka, qalaysiz? Bunday qilib yozadi mana video yasab bering. Bunday qilib yozadi mana. Bunday qilib yozgandan ko'ra GPTdan foydalanib, GPTda mana bunaqa minuslar bo'lib yozgani menga afzalroq-ku. Xo'p, bu mavzudan chiqib ketmaylik, bu mavzuga tegishli bo'lgani uchun aytyapman. Ya'ni GPTdan chiqargan holatinglar, rasmda chiqargan holatinglar uyatli emas degan narsani yetkazmoqchiman. Uyatli emas. Normal holat bu. Qaysi instrument sizlarga yordam beradigan bo'lsa, ana shu instrumentdan foydalanish normal holat. GPTdan foydalansanglar bo'ladi va mana bu Copilotni qaranglar, mana sizlarga men tadqiqot qilib qo'ydim solishtirish uchun. Mana bitta bola mana bu futbolkalarini buni bo'lingan joyigacha qaranglar, bir xil ushlagan. Keyin bunaqa rasm generatsiya qiladiganlarda eng katta muammosi qo'lida bo'ladi. Doim masalan rasm chiqqanda birinchi qo'liga qaranglar. Chunki rasm generatsiya qilish yuzini, qulog'ini emas, faqat qo'lini deformatsiya qilib qo'yadi. 5 ta, 6 ta qilib qo'yadi qo'lini. Ya'ni 5 ta emas, bunday 5 ta-yu, lekin uzun qilib yuboradi va 6 ta qilib qo'yadi. Chimchalag'ini yo'qotib qo'yadi. Keyin mana ko'rsatkich barmog'ini alishtirib qo'yadi o'rta qo'l bilan. Ana shuning uchun rasm chiqishiga sразу nimaga qarash, qo'lga qarash kerak. Mana qo'lda deformatsiya yo'qmi? Qo'lda deformatsiya yo'q. Mana chiqarishini qarachi, menga buni tayyorlash jarayoni ko'proq yoqdi. Misol uchun mana o'zbek bolasini qil, multik ko'rinishda 3 ta piksel bo'lsin, marojniy yeyapti deb yozdim. Mana buni chiqardi. Endi men buni eslab qol, buni bir narsa qil, ya'ni ko'rinishini yana xuddi shunaqa deb yozmadim. Agarda men yana qaytaraman, Midjourneyda chiqaradigan bo'lsam, buni yozishim kerak edi. Shunaqa do'ppida manaqa yo'l kiyimda ko'rinishi manaqa deb yozishim kerak edi. Yoshini, boshqasini. Endi bu yerga nima deyapman? Bu aqlli nima bo'lgani uchun bu yerga aytyapman, xuddi shu bola futbol o'ynayapti deyapman. Bo'ldi, xuddi shu bola futbol o'ynayapti. Mana shu. Endi men yozishim mumkin. Mana xuddi shu bola, ya'ni shaxmat o'ynayapti deyishim mumkin. Keyin buni yana bitta afzalligi juda tez chiqarar ekan. GPTga nisbatan ancha tez chiqarar ekan rasmni. Kiramiz, ssenariyni olamiz, ssenariyni yaxshi tayyorlab olamiz. Ssenariy tayyorlab olganimizdan keyin bu yerga kirib, kerakli kadrlarni olib, video qilishga boraveramiz multfilm yasash uchun. Va bitta multfilm emas, bu real kadrda ham yaxshi chiqarar ekan. Real kadrda ham. Mana real kadrda ham yaxshi chiqaradi, chunki mana uni qaranglar, bu yerdagi real kadrda ahamiyat beradigan narsa, misol uchun 5 yasharli bola deydigan bo'lsa, 5 yasharli bolani mana uni qaranglar, mana tishigacha normalni chiqargan. Ko'p men o'zi generatorlar bilan ishlayman. Ko'p video generatorlar bor, u normalni chiqarib qo'yadi, ya'ni oddiy chiqarib qo'yadi. Oddiy tishini boshqasiga ahamiyat bermaydi. Bu mana shu tishlarigacha ahamiyat berar ekan. Yosh bolani tishi misol uchun tipa past to'kilgan bo'ladi, shunaqalarigacha ahamiyat berar ekan. Detalizatsiyani qaranglar. Shunday oldindan oqqan suvni qadri yo'q qilyapmiz ekan, shunday instrument bor ekan ishlatmayapmiz. Mana shaxmat o'ynayotgani. Bitta zaпрос yozdim, qaranglar, hech qanaqa qo'shimcha narsa yozmadim. Xayolimga kelgani shaxmat o'ynayapti dedim, bo'ldi. Qolgan hamma yo'g'ini ushlab beryapti. Bemalol qiyinlanmasdan film chiqarsa bo'ladi. Meni kommentariyam, YouTube'da kommentariyada ham bittasi so'rabdi, akamiz nech pul ketdi bunga. Ya'ni mana shuni ishlatadigan bo'lsalar, mana shu sarfi, filmni sarfi anchayin kamayadi.
Chunki hech yo'g'i bunaqa rasm generatsiya qiladigan mana Midjourney'larni hech bo'lmasa sotib olmaymiz. Uni nimani qaranglar, hozir chiqqandagi holati bilan mana bu uchalasini solishtirib beraman. Mana bitta odammi? Bitta odam. Mana shuni o'zi bilan 3 ta kadr bilan o'zi multfilm tayyorlab qo'ysa bo'ladi boshini. Misol uchun boshlang'ich bo'ladigan bo'lsangiz, nimani endi o'rganayotgan bo'lsangiz, mana shuni o'zi bilan multfilm tayyorlasangiz bo'ladi. Xo'p, endi bir yo'li buni ko'rsatdim. O'zi bu bitta kopilotni ko'rsatmoqchi edim. Kelinglar sizlarga yana bittasini ko'rsatib beray. Ya'ni bo'pti buni chiqarishni ko'rsatdim. Qayerda video qilamiz degan savollar paydo bo'lsa, buni ham ko'rsatib beray. Bir yo'li o'zi nimamda yo'q edi. Rejamda yo'q edi, lekin hozir to'satdan kelib qoldi. Endi ko'rsatib beray bir yo'li. Bekarga yo'lini. Xo'p. CapCut degan dastur ko'pchilik уже bizda eshitgan, ya'ni bizda ko'pchilik shuni ishlatadi. CapCutni bilsanglar Dremina degan sayti bor, chiqargan yangi. Bu testda hozir ana shuning uchun bekarga hali beri test. Lekin farqi VPNsiz ishlamaydi. VPNsiz bizga video generatorlari nimalari ishlamaydi. Qolgan ishni faqat rasm chiqara olamiz. Bekarga bo'lgani uchun buni bitta tomoni ozgina kutish kerak bo'ladi. Tashlaganimizdan keyin rasmni normalni chiqaryapti. O'sha 1 minut atrofida chiqaradi, lekin videolarni tashlaganimizdan keyin taxminan 10 minut, 15 minut kutish kerak. Lekin mutlaqo bekarga qancha chiqarsanglar ham chiqarsa bo'laveradi. Mana shu sayt Dremina CapCut'niki. Xo'p, qaranglar. Hozir endi men buni nimasini ko'rsatmaydi, sizlarga natijasini ko'rsatay. Kirmayapti-yu. Mana men marojniy yeyotgan bolani chiqardim. Bu ham yaxshi chiqarar ekan. U mana u kopilotga o'xshagan 100% ushamaydi ekanda. Lekin 85-90% meni bilishimcha, meni hisobimda 85-90% ko'rinish holatini ushar ekan. Bu ham normal holat, 85-90 dan почти ko'rinadi degani, o'xshaydi degani. Mana xuddi shunaqa holat qildim. Marojniy yeyotganini, to'p o'ynayotganini, mana to'p o'ynayotganini, mana to'p o'ynayotgani va shaxmat o'ynayotgani. Shunchaki yoshida farq qilyapti. Misol uchun mana bu yerda 3 yashar bo'ladigan bo'lsa, o'tirgan holatda sal kattaroq qo'yapti. Briton, lekin bunga mana reference rasm berib qo'yganman. Mana shu rasmni ol deb. Ana shunda ham shunaqa chiqaryapti. Lekin baribir o'xshashligi bor. Ya'ni multfilm qilgan jarayonda, buni animatsiya qilgan jarayonda bu ko'zga tashlanmaydi, bilinmaydi. Videosi bor. Videosini ko'rsataman. Mana videosini ham, animatsiyasini ham yaxshi qilar ekan. Ya'ni bekorga ishlatadigan animatorlarga qaraganda yaxshi chiqarar ekan. Mana bu sekin yuribdi o'rmonda va kulyapti deb yozganman. Kulyapti emas, jilmayapti deb yozganman. Ulbayt. Endi buni qo'shimchasiga lip-sync bor. Lip-sync agar bilsanglar, bironta jarayon gapni og'iz qimirlashi bilan bir xil qilmoqchilar. Masalan, salom deganda, salom deb og'iz qimirlash kerak. Mana lip-syncni ko'rsatib beraman. Hozir mana Havaya 3 chiqmagan paytdagi bu lip-sync, mana bu mana qo'shib. Hamma havas qilgan edi to'ylarim. Mana shu lip-sync, ya'ni og'iz qimirlashini birlashtirish. O'tlas mana bu Tegirmonning charxpalagi aylansin. Bu yerda atela qo'shiq aytganman, chunki eng qiyin narsa lip-sync uchun qo'shiqni ushlab berish. Masalan,
pulli servislarda ham agarda qo'shiq aytib tashlaydigan bo'lsangiz, musiqachi qo'shiqni o'zini tashlaydigan bo'lsangiz, og'zini juda qiyin ushlaydi. Ana shunaqa bu yerda lekin bu yerdagi mana bu lip-sync juda sekin ishlar ekan. Tegirmonning Taxminan 1,5 charx- soatda chiqdi. Videosi 15 minut atrofida chiqqan bo'lsa, buni bu lip-sync 1,5 soatda chiqdi. Chunki o'sha videoda lip-sync qilayotganimda o'sha tagga yozgan juda ko'p odam bu yerda generatsiya qilyapti, kutib tur deb. Ya'ni bekorga qaranglar mana. Mana bu krediti bor, hozir 0 turibdi, mana bekorga deyapti. Buni interfeysi bo'yicha agar qiziq bo'lsa, buni ko'rsatib berish kerak bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, ko'rsatib bering, noldan normal tushuntirib bering. Ya'ni boshdan oxirigacha tushuntirib bering bizga. Qanday chiqarasiz, qanday qilasiz? Ya'ni bitta personajni qanday ushlab turaman men degan savollar bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Agar qiziq bo'lsa qilaman, chunki buni o'zim qilmasdan sizlarga qiziq bo'lsa qilaman. Agar qiziq bo'lmasa, lekin animatsiya qilsanglar, mana shu yerda bo'ladi. Videoda. Qaranglar, mana videoga ana shuni ko'rsatib, videoga o'tamiz. Mana bu yerga bosamiz va mana shu nimamizni tanlaymiz. Ya'ni mana shuni tanlaymizda va prompt yozamiz. Mana bu yerga yozamiz. Mana shu bola morojnani yeyapti deb yozamiz. Xohlasanglar agar rus tili, ingliz tilini bilmaydigan bo'lsangiz, любой tarjimonga kiramiz yoki o'sha GPTning o'ziga ham kiramiz. Mana shu yerga kiramiz. Mana shu tarjimani olamiz, shu yerga tashlaymiz va generate bosamiz. Mana qaranglar, mana 19 minutda taxminan tayyor bo'ladi deb yozyapti. Va bu 19 minut bo'lmaydi, eng qizig'i bu 19 minutdan ko'proq bo'ladi. Chunki men mana 15 minut deganda chiqarganimda 8 minutda tayyor bo'ladi deganda 15 minutda tayyor bo'ladi. Undan oldingisida bitta chiqarganimda 10 minutda tayyor bo'ladi deganda taxminan 18 minutda tayyor bo'ldi. 17 minut atrofida tayyor bo'ldi. Chunki men nimani qaraganimda. Ana shuning uchun bitta rasm, bitta videoni qilishda, misol uchun yarim soatdan qiladigan bo'lsanglar ham bittasini bir kunda bitta film chiqarasizlar. Lekin bekorga. Bironta ishinglar bo'lsa kirib shuni yozuvni berib, qolgan ishinglarni qilib o'tiraverasizlar. Kirasizlar, video tayyor bo'lib qolgan bo'lsa, keyingi kadr berib qo'yib, yana ishinglarni qilib o'tiraverasizlar. Xullas shu holat. Bu bo'yicha qiziqish bo'lsa yozamiz kommentariyada. Va mana bu neyrojamoa esinglardan chiqmasin, mana shu yerdamiz hammamiz. Neyrojamoaga kirsanglar, savol bersanglar, to'g'ridan-to'g'ri o'zim javob beraman. Aloqadamiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.